Furqat aka, Dilshod aka, bizni obunachilarimizdan muhim savol kelibdi. Sizni yo'nalishingiz nima? Siz endokrinologmisiz? Tugunli buqoq, zaharli buqoq bo'yicha videolar chiqardingiz. Sizni yo'nalishingiz nima? Umumiy vrach onkologman. Hozirda faoliyat hujayra terapevti sifatida faoliyat yurityapmiz. Bizni klinikamizda ko'p tarmoqli. Bor vrachimiz bor, endokrinolog bor, ginekolog bor, terapevt, kardiologlarimiz bor. Hujayra darajasida davolaymiz. Butun organizm bu hujayralardan tashkil topgan. Bilamiz, 12tadan 14tagacha sistema bor. Hujayrani miqyosida ishlaymiz. Biz o'zimizda hujayra terapevtlari deymiz. Furqat aka, Dilshod aka, bizni obunachilarimizdan muhim savol kelibdi. Sizni yo'nalishingiz nima? Siz lormisiz? Adenoid bo'yicha videolar chiqardingiz yoki siz endokrinologmisiz? Tugunli buqoq, zaharli buqoq bo'yicha videolar chiqardingiz yoki siz onkologmisiz? Rak bo'yicha ham gapirib o'tdingiz. Sizni yo'nalishingiz nima? Shu savolga batafsil javob berib Hop, o'tsalaringiz. o'zi mutaxassisligimiz jihatdan oladigan bo'lsak, umumiy vrach onkologman. Toshkent tibbiyot akademiyasida onkologiya magistraturani tugatganmiz. Faoliyatimiz ko'p sohalarda o'sha tez yordam brigadasida, undan keyin kardiyo brigadada biz ishlaganmiz. Onkologiya sohasida ishlaganmiz. Hozirda faoliyat hujayra terapevti sifatida faoliyat yurityapmiz va parallel onkologik kasalliklarni ham davolayapmiz. Ximioterapiya, target immunoterapiyalar qilyapmiz. Savolingizga keladigan bo'lsak, bizni klinikamizda ko'p tarmoqli. Bor vrachimiz bor, endokrinolog bor, ginekolog bor, terapevt, kardiologlarimiz bor. Ular an'anaviy traditsion davolashadi. Biz hujayra darajasida davolaymiz. Как supportive therapy deydi, qo'shimcha davolash samaradorligini oshirish bo'yicha. Qolaversa bizni o'zimizdan o'sha 7 yil hamma vrachlar tugaganda vrach общий profil, lor sohasidan o'zimizda nima bor, ginekologiya, endokrinologiya har bittada o'zimizni kurslar o'tganmiz. Umumiy bilim olinadi. Vrach общий profil. Bundan tashqari butun organizm bu hujayralardan tashkil topgan. Lor a'zolari bo'ladimi, nafas a'zolari bo'ladimi, ginekologikmi, endokrinologikmi, onkologikmi, bu hujayralardan tashkil topgan. Hujayra kasal bo'lsa, kasallik boshlanadi. Hujayra, uning yonidagi muhitlar, limfa, bitta tizim, bitta sistema ishlanadi. Shuning uchun hujayrani biza chuqur o'rganyapmiz ham hozir. Shu uning kasalligi nima olib keladi, qaysi holatlar kasalligini kamaytiradi, yo'qotadi. Shu sababli biz hujayra terapevti va o'sha vrach onkolog sifatida men o'zim javob bergan bo'lardim. Endi ko'p bu mavzuni ko'p ochsak bo'ladi, chunki bu o'zi professiyaga bo'lish albatta juda yaxshi. Har bitta sohani o'zini mutaxassisi davolagan juda yaxshi. Lekin oldinroq sal qarasak, bu Ibn Sino yoki boshqa nimalarda o'sha periodda vrach bo'lgan, tabib bo'lgan, o'sha juda kuchli har bitta sohada bilgan. Bu ham nimaga taqaladi? Hujayraga taqaladi. Hujayrani o'zi butun organizm, organlar, to'qimalar hujayradan tashkil topgan. Uning kasalligi o'sha sohalarni kasallikka bo'linadi. Shuning uchun bizada ko'p mutaxassislar bor. Ular traditsion o'zini kasalliklar bo'yicha lecheniya qiladi, davolaydi. Endokrinolog, ginekolog, terapevt, kardiolog yoki allergolog, kojenerologlar bor, onkolog. Biz hujayra darajasida supportive terapiya qilib qo'shamiz. Shuning uchun bu menimcha xalqimizning, bemorlarimizning o'sha davolashga, samaradorlikni oshirishga juda ham katta yordam beryapti va kelajakda bundan ham ko'proq yordam beramiz, Xudo xolasa. Shu o'rinda men ozgina aniqlik kiritmoqchi edim. O'sha traditsionniy deb aytishyapti-da, inson в основном sistema nima qilinadi. Bilamiz, 12tadan 14tagacha sistema bor. O'sha sistemani решение qilganda o'sha tana a'zolari bilan ishlashadi. Mana masalan, kimdadir gepatit bo'lsa, gepatit, o'pka nima bo'lsa, pnevmoniyada, bronxit, mana shunaqa qilib lecheniya qilishadi. Bizdagi nimalar hozir yuqorida aytganimizda kollegamiz aytishdi, что hujayrani miqyosida ishlaymiz. Hujayrani nimasi? Keling, shunda ozginagina men yana razъяснение beraman. U uchun hujayrani ichiga kirishimiz kerak. Hujayra subkletочный elementlardan tuzilgan. Qayerda eshitgansiz, nima aytadi? Hujayra ichidagi mitoxondriyasini yoki lizosomasini yoki kompleks Golgi yoki bo'lmasa endoplazmatik setini davolash degan. Bizni qiladigan bu yerdagi texnologiyalarimiz shunga qaratilganki, shu hujayra ichidagi
klетчатный elementlarini ish faoliyatini yana to'g'ri yo'lga qo'yish. Shuni o'rtasida qachonki hujayra ichidagi bukvalno bitta subklетчатный element aytaylikda, tam ribosoma to'g'ri ishlamasa bo'ldi, bu hujayra kasal degani. Agar shu hujayra ichidagi bitta mitoxondriya to'g'ri ishlamasa bo'ldi, hujayra kasal degani. Agar hujayra ichidagi o'sha endoplazmatik seit to'g'ri ishlamasa kasal degani. Ichidagi sentriol to'g'ri ishlamasa, yana har bittasini o'zi nima qilib o'tirmayman. Shuning uchun biz qiladigan ishimiz o'sha muhit yaratib beramiz hujayraga, hujayra atrofiga, чтобы hujayra ichidagi organellalar ish funksiyasini tiklashga. Shuni orqasida biz o'zimizda hujayra terapevtlari deymiz. Chunki buni hujayra terapevti deb mana masalan Yevropada yo boshqa joyda qanday ko'rishadi? O'sha стволовой kletkalarni insonlarga jo'natib tam lecheniya qiladigan bizni hujayra terapeutimiz bu hujayra ichidagi organellalarni ish funksiyasini to'liq tiklash bilan xizmat qiladigan vrachlar hisoblanadi. Chunki ko'p savollar bergan hujayra terapiyasi deb endi baribir internetdan qiziqishadi. U yerda искусственный intellektda xato javob berib yuborishadi. Стволовой kletkalar o'zak hujayralar bilan davolash deb o'zimizga ham kommentariyalarga ko'p savol berishadi. Bizada qanaqa qilinadi? Afsuski kelajakda biz xudo xolasa qo'llaymiz. Bu institutga o'xshagan narsa bo'lsa, xudo xolasa keyinchalik amalga oshadi, lekin hozir faqat na уровне kletik davolash, hujayra darajasida davolash degani shu, o'sha inyektsion ukollar orqali bevosita o'sha limfa suyuqligini tozalash, u yoqdan interstitsiya suyuqligi orqali bevosita hujayralarning o'zidagi kasalliklarni tuzalishiga yordam beradigan bir soha desak ham bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz, masalan bizni kuzatuvchilarimiz bor, yil davomida bir necha oy davomida kuzatib boryapti, lekin davolash uchun ikkilanayotgan bo'lishi mumkin. Bemalol bizda statsionar yotib muolaja olayotgan, bir necha kurs olayotgan bemorlar bilan kelib jonli muloqot so'rashi mumkin yoki bo'lmasam ambulator qatnab olayotgan ikkinchi filialimizga borishlari mumkin. Bundan tashqari albatta har bitta inson qanaqa, qayerda davolanishni o'zi tanlab qoladi. Traditsion o'zi masalan odatda qilinadigan antibakterial preparatlarni ham masalan 1 grammni qo'llashadi. Biz shuni 5 dan 1 qilamiz yoki boshqa dori vositalarini to'liq qo'llashadi. Biz o'sha kichik dozada preparatlarni qo'llash orqali kasalliklarni davolaymiz. Albatta davolashni tanlash bu insonning o'zini. Qayerda qanaqa davolashni tanlaydi, lekin biza ochiq o'sha bizdan muolaja olgan bemorlarimizni muloqotga taklif qilamiz yoki o'sha o'zimizni metodika orqali davolashni taklif qilamiz. Odatda reumatoid artrit, radikulit, grijalarda davolashda katta dozada protivospolitelni NPVSlar qo'llanishadi. Bizni metodika shundan 5 dan 1, 10 dan 1ni kichik dozada qo'llaymiz. Eng achinarlisi sitostatik metotrexatlarni qo'llashadi. Bu katta miqdorda gormonlarni qo'llashadi. Bu afsuski ozgina samara beradi, lekin organizmning umumiy immunitetni, organizmning umumiy kurashuvchanligini pasaytirib yuboradi. Bundan tashqari bo'g'im kasalliklari, revmatizmni, artritlarni, grijalarni davolayman deb bitta kasallikni ikkita qilishadi. Kuchli dozada protivospolitelni qo'llaversa, bu gastrit chaqirishi mumkin. Chunki bitta kasallikni davolashda odatda radikal ko'p dori preparatlarini qo'llashadi. Og'riq qoldirish uchun, yallig'lashni kamaytirish uchun. Vaqtincha kamayishi mumkin, lekin bu yondosh asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli bizada an'anaviy davolashga nisbatan kichik dozada preparatlarni qo'llaymiz va samarasi bir necha barobar yuqori bo'ladi. Shuning uchun yana aytamiz, qanaqa davolash yo'nalishini, qayerda davolanishni insonlarning o'zlari tanlashadi. Biz esa faqat metodikamizni tavsiya qilamiz. Xo'p, xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, butun organizm bu hujayralardan tashkil topgan. Aynan shu hujayralarning kasallanishi, to'qima organlarining kasallanishiga va umuman kasallik kelib chiqishga sabab bo'ladi. Bu hujayralar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, bu lor a'zolarida bo'lishi mumkin, nafas a'zolarida, buyrak tizimida bo'lishi mumkin, endokrin tizimida bo'lishi mumkin, suyak tizimida, bo'g'im kasalliklarida bo'lishi mumkin. Baribir hujayraga borib taqaladi. Hujayraning kasallanishi bu bevosita kasalliklarning negizi hisoblanadi. Biz aynan shu hujayralarni yana tiklab, kasallikni patogenetik ildizi bilan davolashga yordam beramiz. Chunki
davolashda simptomatik vaqtincha simptomlarni pasaytirish bu va patogenetik sabablar bilan ishlanib, kasallikni ildizi bilan butunlay tuzatish bu. Biza aynan shu kasallikning sabablarini bartaraf qilib, hujayralarni tiklash berish bilan shug'ullanamiz.